Buni olganingizdan ko'ra buni olganingiz arzon tushyapti. Sababini aytaman. Qarang. Buni komplektida hech narsa yo'q. Buni komplektida hamma narsa bor, lekin buni zo'r tarafi 1.2 dyum. O'zimizning jaydari golovkalar tushaveradi, lekin bu ham 2034 Nm realniy beradi. Amerikanskiy Milwaukee'ni solo variantidagi gaka yorti. Hamma narsasi komplektida bor. Mana buni bitta ko'ringlar sizlar. 1.2 dyum. Maksimalnisini ko'rishingiz mumkin. 2034 Nm. Liboyni choyni ichirib yuboradigan gaka yortlardan. $625 o'zi solo. Agar bunga ikkita batareyka, zaryadniy устройство qo'shaman desangiz 870 qimmat bo'lib ketyapti. Bu variant sizlarga ma'qul bo'ladi. Endi bundan buni bitta ustuli tarafi yana bor ekan. 1K bor. Furach akalarniki bilasizlar, 3.4 dyum bo'ladi. Golovkalari Furach akalarga zo'r ekan. Bu joyda endi har qanaqa vaziyat bo'ladi. G'ildiraklar bo'shab qolishi mumkin yoki teshilib qolishi mumkin balam. O'sha uchun yarim yo'lda qolib ketmasligi uchun tez ishni bajarib davom etish uchun yo'lda mana bu variant ma'qul. $690 ga ikkita 5 amperlik batareyka 1K nima vazifani bajaradi? 1K ilovasi bor buni. Apparat qayerda turibdi, kim o'g'irladi yoki qancha ishladi degan savollarga javob beraveradi. Telefoningizga programmani ulab qo'yasiz, bo'ldi. Mana buni batareykalari, zaryadniy устройстволari bor. Bu amerikanskiy variant emas okalar. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana 220 voltga mo'ljallangan Yevropa uchun chiqqan original Milwaukee'ning gaka yorti. Endi buni ham bitta ovozini eshitib qo'ysa bo'ladi. Mana bu 1K ni ulab qo'ysanglar bo'ldi. Apparatni o'zingizlar nazorat qilasizlar. Sizlardan boshqa hech kim ishlatmaydi. O'chirdinglar bo'ldi, o'chdi bu. Mana bunisini qaranglar endi okalar. Bu poyezd yo'lini relsini ham ochib tashlay oladi. Mana bu yerda o'zini newton-metr aniq yozilgan. Buni ham 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi funksiyasida 2033. Endi ko'ramiz buni. Narxi $1030 ekan okalar. Buni ham bitta plombasini ochib o'ramiz. Bu ham plombada turibdi. Plombani ochib o'rsangiz, mana buni ovozini ham eshitadi. Bu golovkani qaranglar. Tepasiga trosan bog'lab qo'ysangiz bo'laveradi. Mana komplektida nimalar chiqar ekan? Namuncha qimmat bu deydigan okalar uchun. Yana bitta batareykasi bormi deymanda, ha? 8 amperlik ikkita batareyka komplektida 8 amper, ha? Tasavvur qilasizlarmi? Yangicha Forge batareyka tiqilgan bunga. Zaryadniy устройство hammasi yevropeyskiy variant. U anaqa fake variantlar emas. Yo amerikanskiy bez garantiya narsalar emas. Hammasi garantiyada o'tadi. 1K bor bunda ham. Hamma narsasi o'zida bor. Bitta xarakteristikalar bilan tanishtirib chiqsak bo'lar ekan. Ha, maksimalniy mana qayta yechishi 2400 ekan buni. Tasavvur qilsanglar bu ozgina kuchliroq variant ekan. Bundan buni nima ustunlik bor deydigan bo'lsanglar mana. Mana bu yerda bitta ko'rib bo'lar ekan. Bu yerda ko'ryapsizlarmi? Buni yechishi mana bu yerda bemalol 2400 bosib yuborsanglar bo'lar ekan. Endi kimga qanaqasi ma'qul bo'lsa, do'konga kelib olib ketaverasizlar, farqlarni ko'rsatib berishga harakat qildik. Mana bunisining ham bitta ovozini eshitmadik, buni ham bitta ovozini eshitsak, shu bilan to'xtatsak bo'ladi videoni. Video cho'zilib ketdi, lekin qo'ldan kelgancha tez harakat qilamiz. Endi bizda hech kim yordam bermayapti desam, mana bitta bolamiz keldi yordam berishga. 1.2 Nm. Farqini ko'ramiz endi. Bu ham yomon emas, ha? Qaranglar, bu yerda yana bitta joyi bor ekan. To'rga o'tkazdim. Bu, bunda 3 ta emas, tushundim. Qaranglar, bunda 3 ta funksiya ekan. 3 ta rejim ekan. Eng baland skorsi buni bu. Buni eng baland skorsi bu ekan. Yetishga boshqacha sekinroq yechyapti. O'tirishga tez yechyapti. Ishlayapti. Qaysi biri ma'qul bo'ldi? Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. $1030, $690, bez batareyka $625, batareyka, zaryadniy komplekt hamma narsasi bilan $870. Qaysi variant sizga ma'qul bo'lsa, kelaverasizlar.